kerak. Shuncha odam bor. Nima uchun men? Albatta bu 9 yillik tajribadan kelib chiqib. 9 yil bironta siz sohada ishlasangiz, bilasiz nima bo'ladi? Mutaxassis bo'lib ketasiz. Men ham 9 yildan beri ishlaganim uchun bu YouTube'da o'rmon deb oladigan bo'lsak, bu o'rmondan men 20-30 martalab o'tib qaytganman. Shuning uchun bu o'rmonda qanaqa qonunlari bor, qanaqa oson yo'llari bor, qanaqa so'qmoqlari bor, qanaqa jarliklari bor, hamma narsasini bilaman va tajriba ko'pligi uchun bu joydan nimadir maslahat bera olaman men sizlarga. Xulosalardan kelib chiqib, eng qaymoq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib o'taman. Agar men bilan birga bo'ladigan bo'lsangiz, kamida 10 yillik vaqtingiz, pulingiz, asabingizni tejab qolishingiz mumkin. Tasavvur qiling, sizda o'zingiz YouTube'ga shunchaki pul ishlayman deb kiradigan bo'lsangiz, meni maslahatlarim bo'lmasa, vaqtingiz 10 yil shunchaki o'tib ketishi mumkin. To'g'ri yo'nalishga kirib olguncha, lekin mana shu master klassda 3 soat bo'ladigan bo'lsa, 3 soat davomida men 10 yillik xulosalarni olib turib sizlarga beraman. Mana xulosa, mana yo'l, mana qadamlar, mana xarita sizlarga, mana shu yo'ldan ketsangiz sizga natija bo'ladi deb aytib o'taman. Shuning uchun vaqtingiz, pulingiz, asabingiz sizga qadrlimi? Diqqat bilan tinglang. Xo'p, birinchi o'rinda nega o'zim YouTube tanlaganman? Men ham sizlarga o'xshab pulsizlikdan bu narsaga kirganman. Ya'ni pul ishlash yo'lini qidiryapman. Hozirgi O'zbekiston sharoitida ko'pchilikda pul bo'yicha muammo. To'g'ri, biz qanaqadir ishda ishlaydigan bo'lsak yoki davlat ishida ishlayapmizmi, ko'chada ishlaymiz, farqi yo'q, любой joyda ishlasak pul topamiz. U pul shunchaki o'zimizning ro'zg'orimizga, boshqa narsalarga, lekin bizda qo'shimcha daromad yo'q. Menda ham 2017-yil xuddi shunaqa holat bo'lgan. O'zimning ishim bo'lgan, institutda o'qiganman, boshqa ishlar bo'lgan, hamma ishni qilib ko'ramiz, lekin qo'shimcha daromad bo'lmagan. Qachongacha men og'ir mehnat qilib daromad topaman? Qachon men aqlim bilan daromad topishni boshlayman? Qachongacha qisqa vaqtda ko'proq daromad topishim mumkin degan savollarim bo'lgan. Xuddi sizda bo'lgan savollar kabi. Sizda ham xuddi shunaqa savol bor. Bekorga siz bu joyga kirib o'tirganingiz yo'q. Sizga ham qo'shimcha daromad kerak, pul kerak. To'g'rimi? Men ham xuddi shunaqa narsa 2017-yil bo'lgan va bu narsaga YouTube yechim bo'lgan. Xudo xolasa sizlarga ham bugungi efirimizda YouTube sizga yechim bo'lishini men sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, 2013-yilgacha hamma ishni qilib ko'rganman. Stroykada ishlaganman, paxta terib, paxta sotganman, dalada chikanka qilganmiz, chopiq